Assalomu alaykum aziz muxlislar. Hozirgi kunda торговый sentr Rumdamiz, Kremlda ro'parasidagi торговый sentrda bu yerdan ma'lumot beradigan bo'lsam 1967-yil tashkil topgan торговый sentr bo'ladi. Bu yerda shoy, atlas hamma yoq sotilgan. Bu katta Kremlovskiy bozor bo'lgan. Hozirgi kunda bo'lsa ham mana atrofni ko'rsatishimiz mumkin. Hozirgi kunda ham bu yerda исторический narsalar, adeshlar, nimalar sotiladi. Bu yerda hozirgi kundagi оборотda har kundagi оборот 2 milliard rubl bo'ladi. Bir kunga оборот. Chunki bu yerda nima sotiladi desa, kiyim-kechak, oziq-ovqat, har xil narsalar bu yerda. Bu birinchidan Kreml yoni bo'lganligi uchun hamma insonlar, oliy tabaqadagi insonlar bu yerga kelib xarid qilishadi. Kelgan bu yerda nimasida har xil nimalar, har xil millatlar, har xil dinlar, har xil nimalar kelishib aylanishadi. Keyin yana nima ma'lumot berishni xohlasanglar, kommentariyada yozib ketinglar.